Abituriyentlar uchun juda ham muhim yangilik. Yangilikni aytishdan oldin menga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Eng muhim yangiliklarni berib boraman. Xabarlaringiz bor, shu yildan boshlab SATdan 1200 balldan yuqori to'plagan abituriyentlar matematika, ingliz tili yo'nalishlariga, ya'ni iqtisod yo'nalishlariga 100% grant asosida o'qishga qabul qilinadi. SAT sertifikatini yuborish tartibi belgilandi. Kollej bor saytidan shaxsiy kabinetlaringizdan Bilimni baholash agentligining mana bu DI kodiga sertifikatlaringizni yuborishlaringiz kerak. Yuborishda ikki xil tarif bor. Birinchisi demak standart tarif, bu 10 ish kunida sertifikatlaringiz yuboriladi. Ikkinchisi tezkor tarif, bu 4 kun ichida sertifikatlaringiz yuboriladi. Bu xizmatlar pullik bo'lsa kerak. Sizlarga tavsiyam shu tezkor tarifni tanlab yuboringlar. Sababi 25-iyungacha qabul davom etadi. 25-iyundan keyin borgan sertifikatlar hisobga olinmaydi do'stlar. Undan keyin PDF varianti va screenshot variantida yuborilgan sertifikatlar ham umuman hisobga olinmaydi. Shuning uchun shoshilib qolinglar. Bu videoni barcha abituriyent tanishlarga yuboringlar.